Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rayhonaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Men Guliranaman. Gulirana, siz emisiz? Rahmat, uydamisiz? Yo'q, ko'chada edim. Nimaga internetga chiqib yolg'on ma'lumot beryapsiz, Rayhona? Nima sabab bo'lyapti bunga? Gulirana, sen qo'rakamiz esa. Men просто sharmanda bo'lmay dedim xolos. Hamma bunaqa gap bo'lib ketdi. To'g'risi, men hech kimni aytsa oqlamadim, qoralamadim. Yaxshi, men sizni nima qonun taraflamali ustingizdan ariza qilaman. Siz aytdi, erimga rahmat aytdingiz, siz ham eringizga rahmat internetga chiqarib qo'yib birovlarni masalasida nima evaziga chiqardi bilmayman-u. Lekin nimaga yolg'on gapirdingiz? Farzandlaringiz meni maktabimga bormaydi-yu. Sizning farzandlaringiz 4 ta farzandingiz, 3 tasi 37 ga, bittasi bog'chaga borar ekan. Nimaga yolg'on ma'lumot tarqatyapsiz internetga? Yo'q, endi hammani bolalari o'sha yerda o'qiydi, Gulirana. Sizni bolalaringiz, aynan sizni farzandlaringiz 29-maktabga bormaydi-ku. Nima uchun yolg'on ma'lumot tarqatyapsiz internetga chiqib? Bunga javobgarlik borligini bilasizmi? Gulirana, u shaxsiy o'zim fikrimda, men bu kemali u bu gapi bu degan yo'q, просто o'zim shaxsiy fikrimni bildirdim xolos. O'quvchilar bor masalan, o'zini hamma juda Yo'q, sizni xohlasangiz videoyingizni hozir pavtor o'zingizga tashlab beraman. Siz shaxsiy fikr bildirmagansiz. Aytdi, shaxsiy fikr qisman bor. Lekin u yerda nimani sarkazm orqali turmush o'rtog'imni haqorat qilyapsiz. Keyin plus internetga yolg'on ma'lumot tarqatganlikda sizni bemalol javobgar qila olaman. Sababi sizni 3 nafar farzandingiz 37-maktabga borishiga qaramasdan ommani fikrini negativni burish uchun, meni obro'sizlantirish uchun siz internetga chiqib aytyapsizki, meni farzandlarim seni maktabingga boradi. Ular endi qanday nima qiladi? Farzandlarim dedingiz. Sizni farzandlaringiz meni maktabimga bormaydi. Buni hali qonuniy hal qilib olaman siz bilan. Faqat prosta oldin sizni o'zingiz bilan gaplashay. Qanaqangi ayol shantajchimi, pulga chiqadiganmisam, oilangizni yaxshi ta'riflashdi. Lekin men bitta narsaga hayron qoldimki, siz misol meni hozir mazasi yo'q turgan xo'jayinimga rahmatlar aytdingiz. Sizni sog'lom turgan xotinini internetga chiqarib qo'yib, YouTube'da prosmotrlarini tomosha qilib o'tirgan eringizga ham rahmat aytmoqchiman. Chunki men o'zimni masalam bilan, o'zimni muammom bilan chiqayotgan bo'lsam, siz nimani evaziga, kimlarni topshirig'iga yo'q yetdan paydo bo'lsangiz ham eringiz rahmat deb turib, keyin butun hamra biz hayron qoldik o'sha xotinga. Uydagilar qaqa qarayapti, ular yog'mi bir bola ishlab chiqaradi uyda deb aytishdi. Shu uchun siz bilan oldin gaplashib olayapman. Sizni ham eringizga rahmat kattakon. Shunchalik sizda umuman aloqasi yo'q odam uchun fikr bildirib YouTube'ga chiqishingizga ruxsat bergani uchun sizni eringizga boshim katta rahmat. Lekin siz bilan hali nimada ko'rishamiz, ustingizdan bugun ariza qilaman. Oldin sizni kimligingizni rosa qidirdim. Snapchatda nima rumollarda o'rab tushganingizga sizni to'g'risi topish oson bo'lmadi. Birinchi asha g'allakor tomonidan qidirdim, aytdan chiqmadingiz. Hech kim mahalla yettiligiga ham topib bera olmadi sizda. Zamlarim umuman tanimadi, men tanimadimmikin desam, yo'q, keyin Allohga shukr, Alloh har bitta bandani yuzini ochib qo'yadi. Shu uchun keyin o'zi sekin topildingiz. Siz meni qoraladingiz. Videoni yaxshilab ko'ring. Siz menga yolg'on xabar tarqatish orqali meni obro'sizlantirishga harakat qildingiz. Lekin kommentariyalarda o'qisangiz, menga hali shuncha negativga kommentariy yozishgan yo'q shu vaqtgacha. Zakaz bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham menga hali beri shu vaqtgacha ko'rdingizmi, Xudoning hisob kitobida xatolik bo'lmaydi. Siz kimgadir qo'lingizda loyida olib, men sizni yomonlik qilmayapman, sizga fikrimni bildiryapman deb turgan paytingiz Xudo shunday ana shu loyida o'zingiz yuzingizga chapladi. Faqat alam qilgan narsa shuki, men o'zimda haq-huquqimni so'rab kurashyapman. Siz nimaga paydo bo'ldingiz, uni umuman tushunmayapman. Mayli, sog' bo'ling, siz bilan hali nima sudlar jarayonida yo prokuraturada ko'rishamiz. Assalomu alaykum, YouTube ahli. Men Furqat tumanida yashayman. Hammani xabari bor. Gulirano bilan ichki ishlar xodimlarini o'rtasida bo'lgan muomala, o'zaro janjallardan hammani xabari bor. Men hech kimni oqlab chiqmoqchi emasman. Gulirano, bu yerda birinchi o'rinda siz shu
yurtda odamisiz, shu tumanda odamisiz. Tumanimiz bilasizmi qancha kulgiga qoldi. Furqat tumanda yashaymiz deyishga ham uyaladigan darajada bo'lib qoldik. Siz oilangiz, yaqinlaringizga ham qoyil. Shuncha erkak bilan yonma-yon tikka qilib qo'ygan xo'jayiningizga rosa katta rahmat. Ichki ishlar xodimlari bo'lmasa qanday yurtimiz tinch, obod bo'lardi. Mana masalan, yangi yilda olaylik, rosa bang'ilaqlar otishdi, boshqa to'polanglar bo'lishdi. Shu Furqat tumani ichki ishlar xodimlariga murojaat qildik. Hammani sarvag'ish qilib tinchlantirdi. Shular bo'lmasa qayta tinch yashaymiz. Keyin siz 9 kishi o'rtaga olib urdi u bu deyapsiz. Biz YouTube'larda, Instagram'larda videolaringizni ko'rdik. Ayta hech qanday sizni urgan holatlar yo'q. Shuning uchun siz avvalo ichki ishlar xodimlarini haqorat qilib, ustilaridan tuhmatmi, bo'xtonlaringizni gapirishdan oldin xulqingizni tuzating. Siz maktab direktorisiz. Farzandlarimizni miyasida ham, ongida ham yaxshi xulosada qolmadingiz. Direktorimiz shuna bo'pti degan gaplar bilan bolalarimizni ham o'zi miyasiga o'rnashi bo'ldi. Biz bolalarimizga savol javob qilaylikmi siz to'g'ringizda? U bolalarimiz ko'pi sizni maktabingizda o'qiydi-da, gapni ochig'i. Shuning uchun gaplaringizni o'ylab gapiring. Ichki ishlar xodimlarini bo'lar bo'lmasga tuhmatlaringiz bilan o'zingizni hammani o'zingizga ishontirmang. Hamma voqeani ko'rib bilib turib. Mana do'stlar, videoni birgalikda tomosha qildik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz qanday fikrdasiz?